qo'g'irchoq teatrining paydo bo'lishi, tarixiy yulduzlari va tarbiyaviy ahamiyati to'g'risida mavzuga va ma'lumotga ega bo'lamiz. Xo'sh, o'tilgan mavzuni sizlar qaysi mavzuni o'tganligini kim aytadi? Kim aytadi? Marhamat. Maktab ta'lim tashkilotida sahnalashtirishning faoliyati. Rahmat. Xo'p, o'tilgan mavzu yuzasidan har bir talaba bittada ma'lumot yoki fakt aytib o'tamiz. Marhamat, o'tilgan mavzu yuzasidan kimda qanaqa ma'lumot bor? Sahnalashtirish faoliyatining asosiy maqsadi bolalarda ijodiy qobiliyatni shakllantirish, estetik didni rivojlantirish, hamkorlik va jamoa bilan ishlashni rivojlantirish va hissiy olamni boyitish hisoblanadi. Hop, rahmat. Sahnalashtirish faoliyati tashkiloti bolalarning yutuqini va uning madaniyatini rivojlantirishga katta ahamiyat beradi. Mavzumiz qo'g'irchoq teatrining tarixi. Qo'g'irchoq teatri tarixi uzoq o'tmishga borib taqaladi. Ya'ni o'sha qadimgi Yunonistonda o'sha insonlar tomonidan, odamlar tomonidan o'sha paytdagi hayot, qiyinchiliklarni qo'g'irchoqlar orqali aks ettirishga harakat qilishgan. Ya'ni eng qadimgi o'sha teatrlar Yunonistonga borib taqaladi va o'sha teatrni qo'yib berishdagi pardalar bor, parda qo'yish 18-asr oxiri, 19-asr boshlarida qadimgi Rimga borib taqalar ekan. Ya'ni o'sha paytda odamlar Dionis sharafiga, o'sha Yunonistondagi Dionis sharafiga turli xil sport musobaqalarni, turli xil bellashuvlarni o'tkazishganda, ular joy yetmagan, odam ko'pligi uchun o'zlariga qulay bo'lgan tog'larni atrofiga borib ko'rishgan ekan. Ya'ni bilasan, ikkita tog'ning o'rtasi bo'ladi-da, tepasiga chiqib olsan, pastlikdan tepalikka boriladi, hammaga ko'rinarli bo'ladi. O'sha joylarda o'tkazishgan ekan. Undan keyin sekin-sekin turli xil uylarda amfiteatrlar qo'yib berishgan ekan. Ya'ni uylarni ichiga stulchiklarni o'rindiq qilib, tepaga qarab taxlab ketishgan ekan. Hozir teatrimizda bilasizlarmi, mana o'rindiqlarimiz pastdan tepaga qarab taxlanib ketadi. Eng oxirgi stul odam boshi katalogga, ya'ni o'sha uyni tepasiga yetib qolgan ekan. Mana shu tariqa teatr vujudga kelgan ekan. Turli xil davlatlarda qo'g'irchoqlar turli xil shaxslarning nomi bilan ataladi. Polishinel, Petrushka, Polikender degan va bundan tashqari turli xil insonlarni nomiga qo'yilgan ekan. Eng birinchi qo'g'irchoqlar ikki osilgan marionetka qo'g'irchoqlari, ikkinchisi qo'g'irchoq qo'lqop teatrlar, uchinchisi soyali qo'g'irchoqlar va to'rtinchisi aktyor ko'rinib turadigan qo'g'irchoqlar kabi bo'lgan ekan. Eng birinchi qo'g'irchoqlar. Mana shunday qilib keyin qo'g'irchoq teatrining turlari paydo bo'lgan ekan. Rejadan iborat. Birinchi rejamiz qo'g'irchoq teatrining paydo bo'lish tarixi. Ikkinchi rejamiz qo'g'irchoq teatr turlari va uchinchi rejamiz maktabgacha yoshli bolalarni qo'g'irchoq teatr personajlarini tomosha qilish va o'rgatish orqali badiiy ijodiy qobiliyatlarni rivojlantirishning amaliy ahamiyati mavzusida bugun sizlar bilan gaplashar ekanmiz. Marhamat qilib rejani yozib olamiz. Xo'p, bugun sizlar bilan mind map metodi orqali mavzuni tushunishga harakat qilamiz. Xo'p, qo'g'irchoq teatrini tarixini o'rganar ekanmiz, turlarini o'rganar ekanmiz va tarbiyaviy ahamiyatini o'rganar ekanmiz. Demak, sizlarga yashirin qanday tarixi ega ekanligi, sizlarga yashirin qanday turlari borligi va sizlarga yashirin tarbiyaviy ahamiyati. Xo'p, sizningcha uning tarixi qanday bosqichlarni bosib o'tgan? Kim aytadi? Yoki ma'lumotga ega emasmisizlar? Qo'g'irchoq qachon, qayerda dunyoga kelgan? Ma'lumotga egamisizlar? Ega emassizlar. Xo'p, qo'g'irchoq teatri turlari to'g'risida ma'lumotga egamisizlar? Yo'q, a? Va uchinchisi qo'g'irchoq teatrining tarbiyaviy ahamiyati. Bugun sizlar bilan mana shu yashirin so'roq ostidagilar bilan sizlar bilan gaplashar ekanmiz.
Jon Brioshiga qarashli bo'lgan. Uning haqiqiy ismi Giovanni Brioschi bo'lgani. Bu eng qadimgi o'sha rasmlarda va muzeylarda keltirilgan. Endi u nechinchi asrga borib taqalarkan? 18-asrga borib taqalarkan. Xo'p, endi uning tashqi ko'rinishi, ya'ni Polishinyek Fransiyaning qo'g'irchog'i bo'lib, o'sha qahramoni bo'lib, uning oldi va orqasida o'rkachi bo'lgan. Uyalarda ko'rganmisiz? Bunda o'rkachi chiqib turgan. O'rkachi bo'lgan. Bundan tashqari uning nima? Oq park, sochida oq park kiygan ekan, boshida uchburchak shlyapasi bo'lgan ekan. Yenglaridan uzun va halqali manjetlar chiqib turgan ekan. Va mo'g'ilxina halqacha bilan bo'yni o'ralgan ekan. Endi tasavvur qilinglarmi? Bu o'sha Parishining fil Fransiyada 18-asrga oid bo'lgan qo'g'irchoq. Ya'ni o'sha Jon Brioshiga, Giovanni Brioshiga tegishli bo'lgan Parishining qo'g'irchoq. Tasavvur qildinglarmi? U o'sha paytdagi muhitni, o'sha paytdagi siyosiy ahvolni u qo'g'irchoqboz nima qilgan? O'ynatib yurgan. Xo'p, endi ikkinchisi, ya'ni qo'g'irchoq teatri, ya'ni qo'g'irchoqbozi nima deb atalgan ekan? Petrushka deb atalgan ekan. Petrushka nechinchi asrga borib taqalarkan? 19-asrga borib taqalarkan. Endi qaranglar, u Petrushkani qo'g'irchoq o'ynatish borasida rus xalqi ikkiga bo'lib teatr qo'yib bergan ekan. Birinchisi ipdagi qo'g'irchoqlar teatri, ya'ni marionetka deb atalgan. Sizlar ko'rgan bo'lsangiz, teatrda bunday turib oladi-da, ipga qo'g'irchoq nima qilingan bo'ladi, osilib turgan bo'ladi. Bunda harakatda, ana bunda o'ynaydi. Ko'rganmisizlar? O'shaning nomi, ya'ni ipkadagi qo'g'irchoqlar marionetkalar deyilgan. Ikkinchisi qo'lqopli qo'g'irchoqlar. Qo'lqopli qo'g'irchoqlar endi nima deb atalar ekan? Petrushkalar deb atalgan ekan. O'sha paytda odamlar, rus xalqi qo'g'irchoqlar bilan birga ko'chmanchi bo'lib yurgan. Bu shaharga qo'llariga olib 20 minutdan 30 daqiqagacha bo'lgan vaqtda teatr qo'yib bergan ekan. Bundan tashqari yelkalarda 20-30 kilolik sharmanchi degan musiqa asbobi ham bo'lgan ekan. Yozib olsanglar ham bo'ladi. Sharmanchi degan musiqa asbobi bo'lgan ekan. Ular mana shu musiqa asbobi yordamida qo'g'irchoqlarini o'ynatib ko'rsatgan ekan. Endi Rossiya xalqida sizlar bilan boya aytdik, teatrni uy teatrlari ham bo'lgan ekan, 3ga bo'lgan ekan. Birinchisi bolalarni o'zlari o'ynaydigan, ya'ni teatr ko'rsatib beradigan uy teatrlari. Ikkinchisi bolalar va kattalar o'rtasidagi uy teatri va uchinchisi faqat kattalar o'zlari qo'yib beradigan, kattalar uchun ko'rsatiladigan teatr. Bolalar o'zlari qo'yib beradigan bu ko'proq ta'lim, tarbiya, axloq me'yorlari haqida qo'yib beradigan bo'lsa, ikkinchisi kattalar va bolalar o'rtasida tomoshabinlarga yaxshi xulq-atvor, adabiyot, o'sha ta'lim, tarbiya haqida qo'yib bergan. Faqat kattalar uchun qo'yib beriladigan teatr endi bu o'sha paytdagi iqtisodiy, siyosiy ahvol, ya'ni davlatdagi va bundan tashqari dramaturgiya va turli xil adabiyot va qandaydir o'sha kattalar uchun mo'ljallangan teatrlar bo'ldi. Tushunib oldinglarmi? Bu rus xalqi, ya'ni o'sha Rossiyadagi qo'g'irchoq teatrlari ko'rinishi edi. Demak, nechinchi asrga borib taqaladi? 19-asrga borib taqaladi. Hop, keyingi qo'g'irchoq teatrimizni aytamiz. Qo'g'irchoq teatri 20-asrning 20-yillarida tashkil topgan. 20-yillarning 30-40-yillariga kelib mashhur o'yinchoq o'ynatuvchi bu Frank Peris bo'lgan. U qora libosda bo'lgan va marionetka o'ynatuvchisi bo'lgan. Bitta o'zi qora libosda 5 ta 6 ta nomerga mo'ljallangan qo'g'irchoqlarni o'ynatgan. Mana qo'lida ipli, boya aytdim, marionetka bu ipli dedim. Ipda 5 ta 6 ta qo'g'irchoq qo'lida turganda navbatma-navbat hammasini o'ynab turgan. Demak, 5 ta 6 ta nomer deb, bu degani qo'lida 6 ta nomer turgan. Ya'ni 6 ta qo'g'irchoq yoki bitta qo'g'irchoq 6 ta nomerni ko'rsatib qo'ygan. Ya'ni qo'lida bitta
vazifani bajarib o'ynatib turgan. Xo'p, AQSh teatrining o'ziga xosligi quyidagicha aks etadi. Davlat teatrining yo'qligi, ya'ni ular davlatdan yordam so'rashmagan. Ikkinchisi, doimiy zal va imoratlarning yo'qligi. Har xil joylarda sahna sayohat qilishib, teatr qo'yib berishaveradi. Uchinchisi, tarkibning ozligi. O'sha qo'g'irchoq o'ynatuvchilar 2-3 ta, ba'zan bitta o'zi, boya aytgandek, mana shu Feris ham bitta o'zi 5-6 ta nomerni ko'rsatgan, tarkib oz bo'lgan. Ya'ni teatr ko'rsatuvchi bitta yoki 2 tadan iborat. Keyingisi televideniyaning roli. Ular televideniyasiz ham yashab kungacha kelmoqda degan o'sha ilgari surilgan ma'lumotnomalar qolgan. Hurmatli talabalar, mana sizlar bilan butun o'sha boshqa davlatlarning qo'g'irchoq teatrlari bilan tanishib oldik, bilib oldik. Endi hozirgi kunda maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'sha qo'g'irchoq teatrlarini qo'yish, ularni bolaga tanishtirish borasida bizning o'quv dasturimiz takomillashtirilgan ilk qadam o'quv dasturida ham turli xil ertaklarni tavsiya etganmiz. Masalan, kichik guruh 3-4 yoshli bolalar uchun fil va xo'roz, o'zbek xalq ertagi, bo'ri bilan echki, o'zbek xalq ertagi, nasibaning olmasi shu Sadulla tomonidan taqdim etilgan. Ya'ni mana shu yoshda bolaga mana shu ertaklarni o'qib qo'yib berishimiz lozim bo'ladi. O'rta guruh, ya'ni 4-5 yoshlar uchun tavsiya etiladigan quyidagi ertaklar: Quyonjon va Laylakvoy, o'zbek xalq ertagi; Aqlli qarg'a, o'zbek xalq ertagi; katta 5-6 yoshli bolalar uchun Qarg'aboy, o'zbek xalq ertagi; Urto'qmoq, o'zbek xalq ertagi; maktabga tayyorlov 6-7 yoshli bolalar uchun Egri va to'g'ri, o'zbek xalq ertagi va ikkinchi Yolg'on do'st, Abdulla Avloniy tomonidan ushbu berilgan ertaklarni bolalarga qo'yib, tushuntirib va kerak bo'lsa ular bilan sahnalashtirish faoliyatida ular bilan sahnalashtirish ham qo'ysak bo'ladi. Xo'p, hurmatli talabalar, bugungi mavzuimiz shulardan iborat edi. Xo'p, bugungi mavzu barchangizga tushunarli bo'ldimi? Tushundinglarmi? Kimda qanday savol bor? Xo'p, qaysi davlatda qaysi qo'g'irchoq turlarini bilib oldingiz? Marhamat, aytamiz. Bitta. Italiyada pulchinella, hop. Belgiyada Rossiyada petrushka, Angliyada panch, hop. Belgiyada pulshinellenkendi, hop. Yojada chanches, hop. Italiyada